Qarasiz. Belingizga nima bo'lgan edi? Boshqa bir aytib bering hozir. Bo'lish video bo'lish esimga endi olyapmiz. Va ishdan ko'tardim dedingiz-a? Qizmasdan ishtanga bilan presidentga turdim. O'ylamay ishtarat ushab qoldi. 20 kundan bir qiynalib mana hozir ashuni bosganmiz deb his qildi, ancha yengillashdi. Yaxshi. Ancha yengil tortdi, lekin bir ikki kun odam bir ranglab yuradi-yu, lekin keyinchalik to'g'ri bo'lib ketasiz. Mana shu yer chiqqan ekan, boya mana shu yerdan soldim, yo'llar o'zlari eshitdilar. Mana shu yer chiqib ketgan. Endi yana chalasini solaman, endi qolgan chalasini endi sabr qilib qilsin. Yana mana shu yer chiqib ketgan ekan. Yana qirsilladi. O'rtangizga ko'rib qo'yaychi, umrga hozir. Boks uch taraf, o'sha taraf chiqib ketganda bu yerda shuning uchun. Orqasida. Bunday qaraylik, endi bu yerni ko'raman, boshqa joyini ko'raman endi. Boya joy emas. Masjid og'riq turdi. Shu yoqqa og'riq beradi-da, mana shu yerda ham bo'ladi. Bu yerni ham ko'rayapman mana. Bismillah. Ya Allah, Allohim Rabbim o'zing shifo bering. Allohga shukr, sizga bu yer uncha chiqmagan. Mana yerlar tuzuk, yaxshi bitta mana shu yerda ozgina bor mana. Mana shu yerda ozgina chiqqan. Mana shu yer. Endi yonbosh bo'lib yoting-da, mana yoqqa yonbosh bo'ladi. Bu yonbosh bo'ling-da. Mana shunday bu yonbosh turing. Allohga shukr, tomoningiz yaxshi. Bittasidan mana shu yeri chiqib ketgan, yeri qarab yotavering bo'ldi. Men bu yerlarni soldim, endi avaylab turasiz. Mana shu chalasini qilib qo'ying shuni. Ana shunday turing. Mana shu. Bo'ldi, olib ketdi. Shans yaxshi-da, tushgan bo'ladi-da. Bo'ldi. Endi ozgina o'rtasida kelib turib, yurib sinab ko'ramiz. Ozgina yotsangiz, yurib bemalol. Bu tomonlarga yurib ko'rsating, shu boya belingizni. Bemalol bo'lib qoldi. Yaxshi bo'lib qoldi. Atrashdan Kelgan payti video men borgan oyog'ini ko'rib berasiz. Bo'lmi hali bor? Ha,